Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men ishlayotgan pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ishlovchi pensioner pensiyasini oshirish, ya'ni pensiyani qayta hisoblash uchun ariza yozish masalasi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etayotgan, ish haqi olayotgan, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'lanayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Ko'pchilik odamlar shuni bilmaydi. Siz pensiya chiqqaningizdan keyin ham ishlasangiz, ayrim holatlarda pensiyangizni qayta hisoblatish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lavermaydi. Ko'p vaziyatda ariza yozish, tegishli hujjatlarni taqdim etish, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar siz bu jarayonni bilmasangiz, qonuniy pulingizni vaqtida olmasligingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda murakkab qonuniy iboralarsiz tushuntiraman. Kim pensiyani qayta hisoblatishi mumkin, kimga bu foyda beradi, kimga esa foyda bermasligi mumkin. Arizada nima yoziladi, qayerga murojaat qilinadi, qanday hujjatlar kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga real pul olib kelishi mumkin. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensiya tayinlanganda odatda fuqaroning ish staji, ish haqi, to'langan badallar, hujjatlar va mavjud qonuniy me'yorlar hisobga olinadi. Pensiya tayinlangan kundagi ma'lumotlar asosida miqdor belgilanadi. Lekin hayot shu yerda to'xtab qolmaydi. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashi mumkin. U korxonada, tashkilotda, maktabda, shifoxonada, xususiy firmada, yakka tartibdagi tadbirkorlikda yoki boshqa qonuniy faoliyatda ishlashda davom etadi. Oldin ko'p odamlar shunday o'ylardi: pensiyaga chiqdim. Endi pensiyam qanday tayinlangan bo'lsa, shunday qoladi. Ishlasam ham, ishlamasam ham o'zgarmaydi. Aslida bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Chunki pensiya tizimida qayta hisoblash degan tushuncha bor. Qayta hisoblash degani pensiya tayinlangandan keyin paydo bo'lgan yangi hujjatlar. Qo'shimcha ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki qonuniy asoslar inobatga olinib, pensiya miqdori qaytadan ko'rib chiqilishi demakdir. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, hamma ishlovchi pensionerning pensiyasi avtomatik ravishda oshib ketadi deb o'ylash noto'g'ri. Ba'zan oshadi, ba'zan o'zgarmaydi. Ba'zan esa odam ariza bermagan uchun imkoniyatdan foydalanmay qoladi. Shuning uchun men doim aytaman: pensiyaga chiqqandan keyin ishlayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bir marta pensiya jamg'armasiga borib, mening pensiyamni qayta hisoblashga asos bormi deb so'rashingiz kerak. Yana bir muhim masala bor. Ko'p pensionerlar ish beruvchi men uchun hamma narsani qiladi deb kutadi. Ish beruvchi siz uchun maosh hisoblaydi, soliqlarni to'laydi, hisobot beradi. Lekin pensiyani qayta hisoblash bo'yicha tashabbus ko'p hollarda pensionerning o'zidan chiqishi kerak. Ya'ni siz murojaat qilasiz, ariza yozasiz, hujjatlarni topshirasiz, shundan keyin vakolatli organ sizning ishingizni ko'rib chiqadi. Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlashda davom etayotganlar. Masalan, fuqaro 6000 yoshda yoshga doir pensiyaga chiqdi, lekin o'zi ishlayotgan zavodda yana 2 yil ishladi. Har oy ish haqi oldi. Ish beruvchi undan qonda belgilangan to'lovlarni amalga oshirdi. Bunday odam mening pensiyamni qayta hisoblash mumkinmi degan savolni albatta berishi kerak. Ikkinchidan, pensiya tayinlanayotganda hamma ish staji kiritilmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, odam 1995 yildan 1990 yilgacha bir korxonada ishlagan. Lekin arxiv hujjati topilmagani uchun o'sha davr pensiya hisobiga kiritilmagan. Keyinroq arxivdan ma'lumotnoma topildi. Ana shu yangi hujjat asosida pensiyani qayta hisoblash mumkin bo'lishi mumkin. Bu ishlovchi pensionerga ham, ishlamayotgan pensionerga ham tegishli bo'lishi mumkin. Lekin bugungi mavzuda ayniqsa ishlovchilar uchun muhim. Uchinchidan, pensiya tayinlanganda ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumotlar kiritilmaganlar. Ayrim insonlar yuqori maosh olgan yillarini isbotlay olmaydi. Keyin korxona arxividan yoki davlat arxividan ma'lumotnoma chiqadi. Agar o'sha ma'lumot pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiya oshishi mumkin. Masalan, pensiya tayinlanganda fuqaroning o'rtacha ish haqi pastroq chiqdi. Chunki eng yaxshi maosh olgan davr bo'yicha hujjat yo'q edi. Keyin hujjat topildi. Shunda qayta hisoblash foyda berishi mumkin. 4-dan, pensioner rasmiy ish joyini o'zgartirgan bo'lsa. Ba'zi pensionerlar pensiyadan keyin kam maoshli ishda emas, aksincha ancha yuqori daromadli ishda ishlaydi. Masalan, sobiq muhandis pensiyaga chiqqandan keyin xususiy kompaniyada maslahatchi bo'lib ishlaydi va yaxshi maosh oladi.
Bu daromadlar pensiya qayta hisobida qanday ahamiyatga ega bo'lishi qonuniy tartibga bog'liq. Shuning uchun shunchaki men ishlayapman, demak o'shadi demasdan aniq hisoblatib ko'rish kerak. 5-dan nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar orasida ham ishlayotganlar bo'lishi mumkin. Bu yerda qoidalar boshqacha bo'lishi ehtimoli bor. Har bir pensiya turi bo'yicha alohida tartib mavjud. Shuning uchun o'zingizning pensiya turini aniq aytib murojaat qilishingiz zarur. Birinchi misol. Aqmal aka 6 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning umumiy ish staji 29 yil deb hisoblandi. Pensiya miqdori shartli ravishda 1.6 million so'm bo'ldi. Lekin Aqmal aka pensiyadan keyin ham 3 yil rasmiy qorovul bo'lib ishladi. Har oy 2.500.000 so'm maosh oldi. U 3 yil o'tgach pensiya jamg'armasiga borib, men ishladim, pensiyamni qayta hisoblab beringlar deb ariza yozdi. Agar uning qo'shimcha ishlagan davri va qonuniy to'lovlari pensiya hisobiga qo'shilishi mumkin bo'lsa, pensiyasi ma'lum miqdorga oshishi ehtimoli bor. Bu oshish 2000 bo'lishi ham mumkin, 3000 bo'lishi ham mumkin. Ayrim holatda undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Hammasi staj ish haqi va amaldagi qoidaga bog'liq. Ikkinchi misol. Dilbar opa 55 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda 25 yil staj hisoblandi. U pensiyaga chiqqandan keyin maktabda kutubxonachi bo'lib ishlashda davom etdi. Ammo u har yili pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylab yurdi. 5 yil davomida hech qayerga murojaat qilmadi. Keyin qo'shnisi orqali pensiyani qayta hisoblash mumkinligini eshitdi. U pensiya jamg'armasiga borib ariza yozdi. Mana shu vaziyatda savol tug'iladi. Unga oshirilgan pensiya qaysi kundan to'lanadi? Odatda ko'p holatlarda ariza berilgan kundan yoki qonunda belgilangan muddatdan boshlab qayta hisoblash amalga oshiriladi. Shuning uchun kechikish zarar bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni ta'kidlayman, kutib yurmang. Imkoniyat bo'lsa vaqtida murojaat qiling. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqanda eski kolxozdagi 7 yillik ish staji hujjat yo'qligi sababli hisobga olinmadi. U keyin arxivga murojaat qildi va mehnat faoliyatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma oldi. Rustam aka pensiyadan keyin ham bozorda emas, rasmiy korxonada ishchi bo'lib ishlaydi. U ikkita asos bilan murojaat qilishi mumkin. Birinchisi, topilgan staj hujjati bo'yicha. Ikkinchisi, pensiyadan keyingi rasmiy ish davri bo'yicha. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanganda ancha sezilarli oshishi mumkin. Chunki bir vaqtning o'zida bir nechta omil ta'sir qiladi. 4-misol. Mohra opa pensiya chiqqandan keyin rasmiy ishlamaydi, lekin ba'zan uyda tikuvchilik qiladi. Naqd pul oladi. U men ham ishlayapman, pensiyam oshadimi deb so'raydi. Bu yerda muhim farq bor. Pensiya qayta hisobida odatda rasmiy tasdiqlangan ish staji, to'langan to'lovlar, hujjatlar ahamiyatga ega. Agar faoliyat norasmiy bo'lsa, hech qanday mehnat shartnomasi, soliq, rasmiy daromad bo'lmasa, uni pensiya hisobiga kiritish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ishlashning rasmiyligi juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin umuman rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, qo'shimcha staj hujjatlari topilmagan bo'lsa, pensiya tayinlashdagi ma'lumotlarda xato bo'lmasa, sizda aynan ishlovchi pensioner sifatida qayta hisoblashga asos bo'lmasligi mumkin. Lekin bu hech qachon murojaat qilmang degani emas. Agar shubhangiz bo'lsa, borib aniqlashtiring. Chunki ayrim odamlar o'zida asos bo'lligini bilmaydi. Birinchi nozik jihat, pensiyani qayta hisoblash har doim katta oshish degani emas. Ba'zi odamlar ariza yozsam, pensiyam 500 ming yoki 1 million so'mga oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa oshish ancha kam bo'lishi mumkin. Chunki pensiya miqdori murakkab formula asosida hisoblanadi. Qo'shimcha 1 yoki 2 yil staj har doim ham katta farq bermaydi. Lekin 50 ming so'm ham bir yilda 600 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'm esa bir yilda 1 million 200 ming so'm. Shu sababli kichik oshishni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ish staji bor, lekin hujjat yo'q. Pensioner men o'sha yerda ishlaganman, hamma biladi dedi. Afsuski, pensiya organi hamma biladi degan gap bilan hisob qilmaydi. Mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi buyrug'i, ish haqi vedomoslari, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar kabi tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ayniqsa eski yillardagi ish stajida hujjat masalasi juda muhim. 3-nozik jihat, ish beruvchi hisobotini noto'g'ri bergan bo'lishi mumkin. Masalan, siz rasmiy ishlayapsiz, lekin ish beruvchi sizni to'liq stavkada emas, yarim stavkada ko'rsatgan.
yoki maoshingizning bir qismini rasmiy, bir qismini norasmiy bergan. Pensiya qayta hisobida esa rasmiy ma'lumotlar ko'riladi. Siz qo'lingizga 4 million olgan bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjatda 1 million 500 ming ko'rsatilgan bo'lsa, hisob kitobda asosan hujjatdagi raqam ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun har bir ishlovchi pensioner o'zining rasmiy ish haqi, soliq va mehnat shartnomasi holatini tekshirib turishi kerak. 4-nozik jihat, ariza yozilmasi jarayon boshlanmasligi mumkin. Ko'p odamlar davlat o'zi biladi-ku, men ishlayotganim ma'lum-ku deydi. Ayrim ma'lumotlar bazalarda bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda sizning murojaatingiz muhim ahamiyatga ega. Ariza bu sizning rasmiy talabingiz. Ariza ro'yxatga olinadi, unga sanab qo'yiladi. Javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Og'zaki so'rash boshqa, yozma ariza boshqa. Men doim yozma ariza berishni tavsiya qilaman. 5-nozik jihat. Ariza sanasi pulga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensiyani qayta hisoblash ariza asosida amalga oshiriladigan bo'lsa, kechikkan har bir oy siz uchun yo'qotilgan pul bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyangiz 1 ming so'mga oshishi kerak edi. Lekin siz 10 oy kech murojaat qildingiz. Natijada 1 million so'mlik imkoniyatdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Albatta, ayrim holatlarda ortga qaytarib to'lash tartiblari bo'lishi mumkin. Lekin bunga ishonib qolmaslik kerak. Eng to'g'ri yo'l vaqtida murojaat qilish. 6-nozik jihat, pensiya turi o'zgarganda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasidan boshqa turdagi pensiyaga o'tish kabi holatlar bor. Bunday vaziyatlarda qaysi biri foydaliroq ekanini so'rab ko'rish kerak. Ba'zan odam shoshilib ariza yozadi, keyin afsuslanadi. Men bunday holatda albatta mutaxassisdan oldindan hisob kitob qilib berishni so'rashni maslahat beraman. 7-nozik jihat, hamma oshirishlar bir xil emas. Davlat tomonidan pensiyalar umumiy indeksatsiya qilinishi. Ya'ni hammaning pensiyasi ma'lum foizga oshirilishi alohida masala. Ishlovchi pensionerning pensiyasini qayta hisoblash esa alohida masala. Masalan, prezident farmoni yoki hukumat qarori bilan pensiyalar oshirilsa, bu umumiy oshirish. Sizning qo'shimcha stajingiz, yangi hujjatingiz yoki ishlagan davringiz asosida pensiya qayta hisob qilinsa, bu individual qayta hisoblash. Ko'pchilik shu ikkisini adashtiradi. 8-nozik jihat. Norasmiy ishlash kelajakda zarar qiladi. Qo'limga ko'proq pul olay, hujjatda kamroq bo'lsa ham mayli degan fikr pensiya yoshidagi inson uchun ham zararli. Chunki siz bugun naqd pulni ko'proq olgandek bo'lasiz. Lekin ertaga pensiya qayta hisobida isbotlay olmaysiz. Rasmiylik sizning himoyangiz. Mehnat shartnomangiz bo'lsin, buyruq bo'lsin, ish haqi bank orqali o'tsin, soliq hisobotlarida sizning daromadingiz aks etsin. 9-nozik jihat, arxivdagi hujjatlar nomuvofiq bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida ismingiz Abdulla deb yozilgan, pasportda Abdulloh bo'lishi mumkin. Familiya bir harf bilan farq qilishi mumkin. Tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi hujjatni qabul qilishda savol berishi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlaringizdagi ism, familiya va sanalarni oldindan tekshiring. Arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma oling. 10-nozik jihat, har bir tumandagi amaliyot bir o'z farq qilishi mumkin, lekin huquqingiz bir xil. Ba'zan bir joyda xodim bo'lmaydi deb qo'l siltaydi. Boshqa joyda esa masala hal bo'ladi. Shuning uchun og'zaki rad javobi bilan to'xtab qolmang. Rasmiy yozma javob so'rang. Agar haqiqatan asos bo'lmasa, yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Agar xodim noto'g'ri tushuntirgan bo'lsa, yozma ariza masalani jiddiylashtiradi. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni aniqlang. Pensiyaga qachon chiqqansiz? Pensiyadan keyin rasmiy ishladingizmi? Qancha muddat ishladingiz? Qaysi tashkilotda ishladingiz? Mehnat shartnomangiz bormi? Ish haqi rasmiy to'langanmi? Soliq yoki ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilganmi? Pensiya tayinlanganda hamma ish stajingiz hisobga olinganmi? Eski ishlagan joylaringiz bo'yicha hujjatlar to'liqmi? Mana shu savollarga javob tayyorlab oling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi. Elektron mehnat daftarchasi bo'yicha ma'lumotlar. Ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari, pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlaringiz nusxalari, bank rekvizitlari. Zarur bo'lsa stir yoki boshqa identifikatsion ma'lumotlar. Har bir holatda talab farq qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan aniq ro'yxatni so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz yashash joyingiz bo'yicha bo'lishingiz mumkin.
ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron platformalar orqali ham ko'rsatilishi mumkin. Lekin ko'p pensionerlar uchun eng tushunarli yo'l bu bevosita borib mutaxassis bilan gaplashishdir. Borganingizda faqat og'zaki maslahat bilan cheklanib qolmang. Pensiyamni qayta hisoblash uchun ariza bermoqchiman deb aniq ayting. 4-qadam ariza yozing. Arizada gapni juda murakkab qilish shart emas. Asosiy mazmun shunday bo'ladi. Menga tayinlangan pensiyaga chiqqanimdan keyingi rasmiy ish faoliyatim. Qo'shimcha ish stajim va taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar aniq sabab bo'lsa, uni yozing. Masalan, 2020 yil 1 martdan 2024 yil 1 martgacha falon tashkilotda ishlaganman. Yoki 1993 yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini taqdim etyapman. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha falon tashkilotda rasmiy ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ish stajim va to'langan to'lovlarimni inobatga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman. Pensiya tayinlash vaqtida hisobga olinmagan falon yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini taqdim etaman. Ushbu hujjat asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 5-qadam arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Bu juda muhim. Siz arizani topshirdim deb o'ylaysiz, lekin u ro'yxatga olinmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Arizaning kirim raqamini, sanasini so'rang. Imkon bo'lsa, arizaning nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. 6-qadam. Javob muddatini kuzating. Davlat organlari murojaatga belgilangan muddatda javob berish kerak. Agar qo'shimcha tekshiruv kerak bo'lsa, vaqt cho'zilishi mumkin. Lekin siz jarayonni nazorat qiling. Arizam nima bo'ldi deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. 7-qadam hisob kitobni tushuntirib berishni so'rang. Agar pensiyangiz oshirilsa, qaysi asosda, qancha miqdorga, qaysi sanadan oshirilganini so'rang. Agar oshirilmasa, nima sababdan oshirilmaganini yozma tushuntirishni so'rang. Sizga foyda bermaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Sabab aniq bo'lishi kerak. Staj yetarli ta'sir qilmaydimi? Hujjat yetishmayaptimi? Qonuniy asos yo'qmi? Ma'lumotlar bazasida to'lovlar ko'rmayaptimi? 8-qadam. Rad javobi bo'lsa, tekshirib ko'ring. Ba'zan rad javobi asosli bo'ladi. Ba'zan esa hujjat yetishmagani uchun rad qilinadi. Masalan, arxiv ma'lumotnomasida ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki ish haqi ma'lumotnomasida imzo va muhr talabga javob bermaydi. Bunday holatda kamchilikni to'ldirib qayta murojaat qilish mumkin. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 9-qadam. Yaqinlaringizga ham tekshirtiring. Ko'p pensionerlar internet ko'rmaydi, qonunni o'qimaydi, ariza yozishni bilmaydi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingizbobongiz, qo'shningiz, qarindoshingiz pensiyadan keyin ishlaganmi? So'rab ko'ring. Balki ular yillar davomida qonuniy oshirish imkoniyatidan foydalanmayotgandir. 10-qadam. Hamma hujjatlarni alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv qog'ozlari, arizalar nusxasi, javob xatlari bir joyda tursin. Har safar yangi murojaatda yana boshdan hujjat qidirib yurishning oldini olasiz. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida eshitdim, falonchi aytdi, qo'shnim shunday qildiribdi degan gaplar bilan qaror qilmang. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, ularning staji, ish haqi hujjati, pensiya turi, ishlagan davri farq qiladi. Shuning uchun aniq javob faqat sizning hujjatlaringiz o'rganilgandan keyin beriladi. Yana bir real vaziyatni aytaman. Ba'zi pensionerlar ariza bersam, pensiyam kamayib qolmaydimi deb qo'rqadi. Odatda odam pensiyani oshirish yoki qayta hisoblash uchun murojaat qilganda maqsad uning huquqini tekshirishdir. Lekin agar oldingi hisob kitobda jiddiy xato aniqlansa, organlar qonun doirasida masalani ko'rib chiqishi mumkin. Shu sababli hujjatlaringizni tartibga solib, mutaxassis bilan maslahatlashgan holda murojaat qilgan yaxshi. Ammo qo'rg'u sababli umuman murojaat qilmaslik ham to'g'ri emas. Agar sizda qo'shimcha staj rasmiy ishlagan davr, yangi topilgan hujjatlar bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, bu
Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish imkoniyatini albatta tekshirtiring. Bu avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. Ariza yozing, hujjatlarni yig'ing, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring va yozma javob oling. Pensiyani oshirish har doim katta summa bermasligi mumkin, lekin kichik oshish ham uzoq muddatda sezilarli pul bo'ladi. Eng muhimi bu sizning qonuniy huquqingiz. Huquqdan foydalanish uchun esa harakat qilish kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyadan keyin ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Necha yil ishlagansiz, pensiyani qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Savollaringiz bo'lsa ham kommentariyada qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ishlayotgan pensioner tanishlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir pensiyasi oshishiga sabab bo'lar.